O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tasarrufidagi Andijon viloyat futbol akademiyasida hozirgi kunda 6 ta yosh toifasida 132 nafar futbolchilar taqsim olib kelmoqda. Futbolchilarga mashg'ulotlarni samarali o'tish uchun akademiyada shart-sharoitlar yaratilgan. Xususan, 104 ga 75 hajmdagi sun'iy qoplamali maydon, 90 ga 45 hajmdagi ikkita tabiiy maydon, yopiq suzish havzasi hamda zamonaviy yotoqxonalar mavjud. 2026-2027 o'quv yili uchun 5-sinf tamomlagan 11-12 yoshli talabgorlardan akademiyaga 588 ta hujjatlar topshirildi. 588 nafar talabgorlar ichidan ulardan 22 nafar imtihonlardan o'tgan futbolchilar akademiyaning 2014-yil yosh toifasidagi guruhiga qabul qilinadi. Imtihonlar shu yilning 8-10 avgust kunlari futbol akademiya maydonlarida o'tkaziladi.